ketamiz. Feruza opa, boya aytdimki, har qanday yutuqni tagida o'sha bir necha yillik mehnatlar yotadi deb. Va xo'jayingiz aytdilar, dutor ravogin desam olmabdi. Dutorni uncha-munchasidan yaxshi chaladi. Xayolimdan ko'tarildi. Keyin o'sha Buxoroda kollejda o'qigan davrlaringizdan bir pas suhbatlashdik. Endi shuni sizdan biz ham va tomoshabinlar ham eshitsa o'zingizdan. Yaxshi bo'lardi. Chunki har gal o'sha ustozlarimizni, albatta o'sha olgan unvonlarimizda, yutuqlarimizda nafaqat o'zimiz mehnatimiz, ustoz san'atkorlarimiz, ustozlarimiz mehnatlari katta, beqiyos va ularga boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz. Ularni eslab o'tish joiz deb o'ylayman. Albatta. Har gal ko'rsatuvda buni imkoni bo'lmayapti. O'sha Buxoroda endi sahnaga qadam qo'yishimizga yordam bergan ustozlarimizdan Rajab Avezov ustozimiz ko'rib turgan bo'lsalar, umrlari uzoq bo'lsin. Ibod Jumayev birinchi o'sha sahnalarga yetaklagan ustozlarimizdan, maktab davridagi ustozlarimizdan eslab o'tay. Endi kollejda ustozlarimiz juda ham ko'p. O'zbekiston xalq artisti O'lmas Rasulov, Alloh rahmat qilsin ustozlarimiz. Rahmatullo Inoyatov, Mavluda Samandar va ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Temirov, Tolib Temirov ustozlarimiz, Ishbulot Ortiqov ustozlarimiz. Qolaversa bizda o'sha mavrigilarimizni bizga me'yorda nima deydi? Juda mohir ijrochilardan, ustalardan Orif Atoyevich, mana bir qancha san'atkorlarni o'sha mavriglar bilan bilasizlar, davlat tadbirlarida qatnashamiz. Mana shu ustozlarimizning xizmatlari beqiyos. Orif Atoyevich, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketgan ustozlarimizni. Qolaversa mana hozir dutor eslab o'tdingiz. Men konservatoriyada dutor mutaxassisligi bo'yicha tahsil olganman. Buxoroda esa shu maqom yo'nalishi bo'yicha, buni ko'pchilik bilishadi. Lekin konservatoriyada o'qigan davrimda ko'pchilik meni dutorchi sifatida, ya'ni ijrochi sifatida yaxshi bilishardi. Endi xudo xolasa keyingi dasturlarda dutorni olib kelishga harakat qilaman va dutor jo'rligida ijrolar qilib berishga harakat qilaman va ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, dotsent, katta o'qituvchi Malikaxon Ziyayeva ustozim va bu ustozni qo'llariga tushganimdan bag'oyatda xursandman. Chunki nafaqat dutor sirlarini, keyin yana o'sha ashulani bir muddat men orada to'xtalish bo'ldi. Dutorga mehrimni berib, ijro yo'nalishiga mehr qo'yganman. Va Malika Ziyayeva shuni dutor bilan xonandalikda birga olib ketishingiz kerak, hamohang. Ustozlarimiz bitta gap borda, professional xonanda sozi bilan mukammal bo'ladi deb o'rgatishgan ustozlarimiz uchun bizni va shunga undashgan va o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hozir ustozimiz ko'rib turgan bo'lsalar, umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'ling. San'atda juda samarali ijod qilgan ustozlardan deb bilaman. Chunki mana bitta shogirdlari Feruza opam, bittasi Ilyos Arabov, Farangiz Ziyayeva farzandlari O'zbekistonda xizmat Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni berildi. Albatta bejizga emas, ustozimizning shogirdlari juda ham ko'p. Hozir qarang, shogird sifatida o'zingiz qanchalik ustozlar bilan faxrlanyapsiz va kelajakda siz bilan ham shogirdlaringiz faxrlanishini xohlaysizmi va ustozlarga o'rganganlaringizni shogirdlarga o'rgatyapsizmi? Albatta. Menimcha har bitta ustoz o'zlaridan ortmayaptilar-da, ijoddan ortmayaptilar. Imkon bo'lyaptimi shogirdlarga o'rgatishga? Albatta. Aynan shu yo'nalishni ham tanlashga. Ustozlik qiyin. Albatta, ustoz bo'lish oson emas, lekin ancha yillar oldindan boshlaganman bu anaqani. Hozir mana ko'pchilik elga taniqli xonandalar shogirdlarim deb ayta olaman. Bemalol buni ko'pchilik bilishmaydi. Ismlarni ham aytaylik, biz ham bilaylik. Dilso'z taxallusi bilan Malika Egamberdiyeva. Qolaversa ko'p mana shou biznesda o'zini o'rnini topib kelayotgan guruhlarimizda Mango guruhi xonandalari bir paytlar kelishardi. Menda o'sha xonandalik yo'nalish bo'yicha ham keyin ozgina qiziqishim bor, o'sha ovoz postanovka qo'yish, ovozni sozlash. Ovoz sozlash. Bu endi hobbi deydimi, qiziqish.
shuni ortidan bir qancha endi man katta ustozmiz deya olmayman-u, harakat qilyapmiz. Vaqti kezi keladi, mana ustozlaringiz haqida qanchalik faxrlanib gapirayotgan bo'lsangiz, aynan sizni shogirdlaringiz ham siz haqingizda shunaqa g'ururlanib, faxrlanib gapirishadi. Xudo xolasa. Niyat qilamiz. Shunday bo'lsin ilohim. Yaxshi niyat qilamiz, albatta. Balki shundaydir ham, chunki hozir uncha katta ustoz emasmiz deb deyaptilar-ku. Lekin katta ustoz, kichik ustoz bo'lmaydi avvalambor. Lekin ustozni darajasi qandayligini albatta u shogird bilan suhbatlashish kerak. Bu uchun o'sha Feruz opam aytayotgan shogirdlarning suhbatini olishimiz kerak bo'ladi. Xudo xolasa.